turaman. Assalomu alaykum. Qancha turadi? Ahli guruhda yaxshimisizlar, sizlar? Bugun men 10 kun. Norin tumanida 10 kun turadi. mehmondaman, xudo xolasa, Ubaydulla tog'ani oldilarida. Ko'chat qilgan poliyalardaman, ko'chatchilik joyida. Bugun 85-90% yo'lashi. o'sha Natchez Yejivika Natchez ko'chatini yetishtiradigan tog'amizni ham ko'rib qoldim. Xudo xolasa. Assalomu alaykum tog'a. Yaxshimisiz? Qalaysiz? Yaxshi keldingiz? Mana shu kishida Natchez bor. Bu kishi Ubaydulla tog'amiz. Assalomu alaykum. Ahli guruh yaxshimisizlar? Hammalaringiz sog' salomat. Xudo xolasa. Mana bular mana shunaqa qilib ko'chatchilikni boplab qilyaptilar. Xudo xolasa xalqimizga yetkazib berishga maqsad qilgan ekanlar. Iloyim maqsadlariga yetsinlar. Ubaydulla tog'a, bu ko'chatlarni nomlarini aytib berasizmi? Qaysi sortlardan bor sizda? Endi hozir bizda asosan ko'chatlarimizni tayyorlayotgan ko'chatimiz bu yerda Aziya sort. Aziya? Aziya. Endi mana ko'chada sortlardan-da Aziya, Kileri, Alba bor. Alba bilan Kilerini endi boshladik. Aziyalarimiz Xudo xolasa 10 kunda oldi tayyor bo'ladi ekishga. Xo'p, bundan tashqari endi remontatni sortlardan Murano, Albion. Xo'p, yangi sortlardan shu Petro bilan Brina. Endi ularni o'zimiz uchun ko'paytiryapmiz asosan. Muranodan jicha oshiqchasi bor-u. So'raganlarga bergani, zakaz qilishgan. Endi mana Petro bilan Brinani endi o'zimiz uchun ko'paytirib, bu yil Xudo xolasa mana 2027-yilda hosilini olsak, bizga qanaqa tushadi, qanaqa hosil beradi. Yangi navlarni tajribaga olib kelib o'tkazyapsiz. Noyabrda olib kelganda hosillar endi berdi, ozgina berdi, hozir ham gullab turibdi. Endi yildan keyinga yaxshiroq hosil beradi, ya kuzga. Ular remontant sort. Mayli, iloyim. Mana shu tajribalaringizda yaxshi sortlarni ajratib olib, o'sha eng yaxshilarini xalqimizga beravering. Xalqimiz o'sha eski sortlarni, o'sha o'zimizning mesniy sortlarni o'rniga yangi eng o'sha Yevropa standartiga javob beradigan yaxshi sortlarni ekishaversin. Gruppadagilar xudo xolasa mana shu videorolikimizni tashlab qo'yaman, nasib bo'lsa duo qilib qo'yasizlar. Xudo xolasa mana salkam 500 mingga yaqin ko'chat yetishtiryaptilar. Inshaalloh xalqimizga yetkazib beradilar.